Assalomu alaykum azizlar, hammaga Antaliyadan alangali salomlar. Mana 3 kundan beri Antaliyada Yuriq Turkman festivali bo'lyapti. Bu yil 4-si. Bu qanaqa festival? Bu festival Turkiy xalqlarining festivali. Ko'rib turganingizdek, mana har bir turkiy xalq, turkiy millatlar uchun chodirlar ochilgan bu yerda va biz ham bu yerda birinchi marta O'zbegim uyushmasi sifatida chodirimizni ochdik. Juda ham ajoyib festival bo'lyapti. Sizlarga ham bu festivaldan lavhalar tayyorlashni xohladim. Birgalikda tomosha qilamiz. Mana shu yerda bitta yigit turibdi-da, shuncha odamni ko'rib xursand bo'lmadim. Mashina ko'rib xursand bo'lib ketdim lekin. Biz joyimizni oldik. Nasib bo'lsa hamma ko'rsatuv nimalarimizni hammasini tayyorlik qilib, nimalarni ko'rsatdingizmi? Hech narsa ko'rsatmadim hali. Endi ko'ramiz. To'xtang, men tanitay. Harakatimiz juda chiroyli. Rashidjon, bilasizlar, oldingi videolarimizdan ayniqsa Alanyani videosini shunaqa maqtashyapti, zo'r chiqibdi bunisi deb, chunki Rashid edi operator. Bu safar kela olmayman deganlarga shunaqa xafa bo'ldim. Men qanaqa qilib endi videoga olaman deb o'tdim. Mana Xudo yetkazdi. Xush kelibsiz Rashid. Xizmatdamiz. Har doim o'zimiz joyimizdamiz. Bo'ldi. Har bir odam avayla masra berkati kaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni. Xizmatingda turmasam. Mana o'zbek chodirimiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Salomat bo'ling, xush keldingiz. Qalaysizlar, qizlar? Hormanglar. Qalay kayfiyat? Kayfiyat zo'r. Chodirimiz mana chiroyli qilib bezatib qo'ydik. Men bitta qizjonlarimizni pishirib kelgan, o'z qo'llari bilan pishirib kelgan narsalari. Dasturxon tuzavomiz. Ana. Здравствуйте. Хочется отметить, очень приятно видеть на фестивале работу знаменитого андижанского мастера Мирзабахром Ага, Мирзабахром Абдулахобов. Последний кулол, который держит андижанскую школу керамики. И очень приятно видеть здесь. Вот это исчезающее. Это, к сожалению, уже исчезающие работы. А Спасибо Мирзабахрому Ага. Откуда вы узнали, что это Мирзабахром Ага? А я знаю, это же вот роспись. И потом Роспись, да. этот стиль ни с чем не перепутаешь. И потом здесь его роспись. Но я увидел сразу цвета. Андижан, Мирзабахром Ага, долгих лет, крепкого здоровья. Спасибо Чтобы вы радовали большое. нас и дальше вашей прекрасной керамикой. Bakalım, delikanlı. Ne çizdiriyorsun? Kalp ritmi. Hepinizi bugün elimizden gelince eğlendirmeye çalışacağız. Şimdi bizim Özbeyim Derneği olarak bu sene açıldı, 3 ay oldu. Oyna oyna man küray, hayyar yar.
Aferin, aferin. Alkışlar, alkışlar. Sening guli tobuldi jahon mulkida paydo shubhi parizod Soldig'im ishqing boshima kulfat savdo qilg'ilmagay imdod Bilmamlas fadoda medinoz qaridami ko'zlar shahlo qildim mani boqishida Sening shaydo jilva qilib ijod Qilding mani bir boqishida husniga shaydot va qilib ijod Mavzuliga rostini aylab ayol So'ylamagay sanam kimni sevar yorsan Qora ko'z bo'y 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 Qora ko'z bo'y bo'y Qora ko'z bo'y 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 Qora ko'z bo'y bo'y Dilshod Bashqanimiz, qalaysiz? Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Mana bugun festival ikkinchi kuni. Ish boshlamasdan bir issiqqina kofe ichib olaylik dedik. Chiroyli o'zbek milliy piyolalarimizda. Hammani yana kutamiz. Mana bugun ham juda katta festival bo'ladi, konsertlarimiz bo'ladi. Vatandoshlarimizni chodirimizda kutamiz. Sarvaraxon, assalomu alaykum, xush keldingiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Charchab qolmadingizmi kecha? Yaxshi, hammasi joyida. Yaxshi, xush kelibsiz. Damadımız Özbekistan'dan. Özbekistan Bey, bu hizmetler güney Uyg'urlarimizni stoli go'sht nonli, xonimli. Sanzalar. Assalomu alaykum, Xormeylar. Assalomu alaykum. Xormeylar, oshga harakat. Oshga marhamat. O, sariq sabzili O'zbekistondan kelganmi? O, juda yaxshi. 3 kun osh bo'ladimi? Kecha ham bo'ladi. Ertaga ham osh bo'ladi. Juda yaxshi. O'zbekning 3 xil oshini ko'rsatamiz. Kechagisi qaysi edi? Kechagi oq osh degani bu qo'y osh. Ha. Bu nasib hozir qanaqasi bilan? Ikkinchi kuni ertaga xudo xolasa choyxona osh. Samarqand oshi yo'qmi? Samarqand oshi yo'q. Samarqand osh keyingi safarga. Xudo xolasa. Burada ne oluyor? Merhaba. Say. Say. Say qovurasizlar mi? Say qo'ramiz. Say qovurasizlar. Uyg'urcha saylar ham bo'lar ekan. Say o'zi bo'ladimi, lag'monmi? Xamiri yo'qmi? Nima? Momoshki. Momosh bilan bo'ldi. Oshirma xamiri. Achitgan ham. Zo'r gap yo'q. Men Toshkentdanman. Qirg'iziston. Ahtaska turklari.
Afg'oniston Hazara turklari uyushmasi. Teşekkür ederim. Abi burayı alayım. Evet. Eski var orada. Yap bakalım. Artık topladık. Onlar için Sulalarımızın yetide bulduk. Bizde 8'de. 8. endi geliyor. Karındaşlar mı ya? Siz okudunuz mu bu işleri? Yok. Emekli askerim. Ha, emekli askersiniz maşallah. Dilmurod, o ismi de tep bering. Hoş geldiniz Özbek kardeşlerimiz. Biz kardeşiz. İyi ki varız. İyi ki hepimiz bir yumruğuz. Bir bayrak altında birleşeceğiz inşallah. Siz de hoş Tataristan'dan geldiniz. selam olsun. Komşuyuz bugün Tataristan'la. Hoş bulduk. Вчера уже угощали, сегодня нет. Все. Ну, сегодня с утра уйгурскими блюдами угощали. Вы же попробовали? Да, да, да. Kornelia, Сегодня нету. hoş bulduk. Bugün boshqacha osh haqiqatan ham. Не знаю. Ana. Oshdan jo'natishibdi. Uyg'urlar.
Keling, başkanımız oshga. Aziz keling. Oshni berib Kelinglar, kelinglar. Kim oladı ya? Şu günleri ya. Kim oladı ya? Şu günleri ya. Ben olamam şu günleri ya. Ben olamam şu günleri ya. Ol olmaysana. O'zingni ko'rsat. Xotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shuginani yo'q. Ol olmadinglar, shuginani yo'q. Kim oladi yo, shuginani yo'q. Kim oladi yo, shuginani yo'q. Men olaman shuginani. Ay, el değmesin. İsteyen var mı isteyen? İsteyen var mı? Alabilir misiniz? El kullanmadan. Otur bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Otur bo'lsang ham Aferin. Otur bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shuginani yo'q. Otur bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. O'zingni ko'rsat. Shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Aferin. Bunaqa soyasi bo'lsa kerak. Hali davom etyapti shunaqalar. Narxga katta rahmat. Bir og'iz nima taklifga labbay deb javob berib, shunchalik festivalimizga chiroy qo'shdingiz, nima kayfiyat qo'shdingiz. Xudo xohlasa bundan keyin ham turli tadbirlarda, o'zimizni tadbirlarimizda taklif qilamiz. Barcha a'zolarimiz nomidan, shaxsan dardnagimiz nomidan sizga iltimos bo'lsa ham tashakkurnomamizni beramiz. Katta rahmat Sarvara. Dernek gullab yashnasa har doim biz birgamizlar bilan nima deydi jisman ham ruhan har doim nima deydi kengaysin, ishimiz rivojlansin, o'zbeklar birlashsin va natijalar a'lo bo'lsin. Kutganinglardan ham kutganimizdan ham. Yetganingiz kelsin. Katta rahmat. Filiallari, temsilchiliklar ochiladi deb aniq qilganmiz. Endi kelajakda Anqarada, Istanbul, Samarqand, Toshkentda filiallar, vakolatxonalar ochish niyatimiz bor. Birgalikda Anqarada Sog' bo'ling. katta rahmat. Sog' bo'ling. Kelib Chiqib agar Bu taraf Turkiyadagi turli viloyatlarni ko'chman chodirlari. Masalan, bu Qo'rqutelilar. Merhaba. Bularniki ochiq bo'ladi, chodirlari. Mana bu yerda ham o'yin kulgilar davom etyapti. Bularning choylari. Merhaba. Yuradigan. Ha, ipi kiradi, to'g'ri. Ha, bu o'riydi. Ha, bu bo'tdan. Ajoyib, ajoyib. Egarmi? Ha, egar. Nimani? Tuyanikimi? Otnikimi? Ot shunaqa bo'ladi. Egar. Katta ekan-da. Evet, varmış orada. Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana dolaş olmalar, ay bulaş bir paylaş. Sana dolaş olmalar, ay bulaş bir paylaş.
Shoira. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Qozog'iston. Arkadaşlar o bakın o benim Mana o benim O'zbekiston Türkistan'ım. Yassaviy Yasaviy. maqbarasi. Men borganman 3 marta. Zo'r. Siz izlab topolmadi. Onlar bizim canımızdır, biz onların canıyız. O yüzden önce sizlerle başlamayı istiyoruz. Hoş geldiniz. Ben size söz vermiştim. Heyecanınızı şu mübarek kutlu sahnede atacaksınız bugün. Tamam mı? Fadime Hanım hazır mıyız? Başlayalım o zaman. Ankara havalarında mı olsun? Ko'rsatib qo'yingchi. Mana Turkman festivalida ham taqdirlash marosimidan kelyapmiz. Yutuqlarimiz bardavom bo'lyapti. Festivalga qatnashdik, tashakkurnoma oldik. Qo'yijim bo'jakdan. Hali yebonchasi bunaqa yutuqlarimiz inshaalloh bardavom bo'ladi, ko'p bo'ladi. Sizlar bilan birgalikda, vatandoshlarimiz bilan birgalikda. Mana qahramonlik yuzsi. Qani hammani chaqirib kelaylik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 4-chi xalqaro Yo'riq Turkman festivalida ajoyib shaklda qatnashyapmiz. Davom etyapti. Biz fursatdan foydalanib barcha faol a'zolarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu Antaliya shahar hokimiyati tomonidan bizga taqdim etilgan tashakkurnomalarimiz bor. Ularni o'z egalariga taqdim etmoqchimiz. Birinchi Javhar Imom To'rdiyeva tomonidan katta rahmat. Bunchalik sizlarga kelib tashkillarimizga sifatli bilan qatnashganligingizni katta rahmat. Yonimizda bo'lganingiz uchun rahmat olsun. Mavzuga kelganda Avtoz opamiz har doim faol faoliyatlarda tadbirlarda sabrimiz xizmatlari bilan muvaffaqiyatlar bardavom bo'lsin. Azizbek ukamiz Istanbuldan kelgan. Azizbek sizga katta rahmat. Bundan Azizbek kanaldan boshqa Azizbek sizga alohida katta rahmat. Biroz taklifga yo'l emasdan Istanbuldan kelib, Toshkent bo'yicha ularni ko'rdik. Haqiqatan jon ko'ngildan xizmat qildik. Bizga o'zbegim dardagi nomidan ham alohida tashakkurnomamiz bor. Xudo xohlasa tadbirlarda birga bo'lamiz. Katta rahmat. Navbatdagi faollarimizdan O'zbek Razzaq
Qo'yshoqol har doimgi faollarimiz. Sizga bundan keyin ham omad tilaymiz. Har doim yonimizda bo'ling. Har doim birgamizda bo'ling. Yaxshi borsiz. Abdulloh Bey bizim Abdulloh Bey beraber size çok teşekkür ederiz. Yani öz abimizsiz burada yani damat, özlük yok. Üçümüzden birisiniz. Çok teşekkür ederiz. Beraber. Bardaban Kamrayeva o bizim başkalarımız, kadınlarımız, masumumuz, katta rahmat, boshqa omonatga tadbirlarimiz o'tasiz. Har doim birgamiz. Manzurallohning tadbirida televizorda osmonlarga tursak, bu yerga keltirib, katta rahmat. Gelimiz Dilshodga keldi. Boshqarimiz boshimizni qo'l qo'ydi. Dilshod unga katta rahmat. Mana oldingi yillarga telefonga o'xshab qarab hammaga havasimiz kelib, YouTube'da hammamizni boshimizni tutsak, cho'qqiga yurmiz. Katta rahmat. Eksik etmasin. Albatta. Bu bunlar hammasi birgalikda hammamiz oila sifatida bu yakunda o'tgan yili ziyorat sifatida kelib xotiramiz bo'sh edi. Kim kelgan bo'lsa ham jahlimiz chiqdi, ham xafa bo'ldik. Lekin Xudoga shukr, bu yilni daryoga ochildi, hammamiz bir oraga kelib yaxshi ko'rsatmalarni amalga oshiramiz. Hammaga katta rahmat. Bu yerda yana faollarimiz ko'p. Kecha o'tgan kuni kelgan faollarimiz bor. Bunlardan Madrahimova bor. Bunlardan do'stlarimiz Ahmed Qulova bor. Shoxsunov va ijaridan narsalarni olib keldik. Juda yaxshi narsalar. Vaqtida o'qituvchimiz universitet. Laysobda o'qituvchilar bilan ular ham kelolmadi, lekin qatnashdi. Sarvar Adilova ular ketishdik bugun ertalab, lekin juda yaxshi faol qatnashdi. Ahmedova Marmarova Yunusabla tanıştık. Ahmet'le barbar. Nargizaxon mana turmush o'rtoqlari Abdulla Bey bilan boshdan oxirigacha tadbirlarimizni labbay deb o'sha nima deydi, atverkasidan tortib mashinasigacha qo'shib ham choy hammasini tashkil qilib turibdi. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Salomat bo'linglar. Rahmat. Kamera orqasida turganlar ham albatta o'zimizdan bo'ladi, faollarimiz. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.